Tinchlikmi yaxshi qiz? $100 bersam, bugumaga yigitim bo'la olasizmi? Nima? $100 meni sotib olmoqchimisiz? Uzr otasini qizi. Men sizda qalani ko'ngil xushligi uchun o'zimni sotmayman. Xo'p, $1000 bersamchi? Nima deyapti? Yaxshi qiz. Hozir qayerga borishingizni qo'polroq tushuntirsam, adashib qolmaysizmi mabodo? Biror shirin so'z bilan dilingizni ortib qo'ymaymanmi? 3000. 3000 deydimi? 3000? Voy, $3000 deyapti, olmaysanmi? Qancha pul bo'ladi u? Mashincha pul bo'ladi. Erkin, agar mana shu $3000 menda bo'lganda edi, nabiramni davolatgan bo'lardim. Ola qolsangchi. Men to'g'ri kelganimda men yaxshi pulni olardim, do'stim. Men to'g'ri kelmayman mabodo. Yo, doda uzr. O'ylab ko'r. $3000 moncha pul bo'ladi, aytib qo'y. Buncha bo'ladi. Xo'sh, nima bo'ldi? Bo'la qoling. Mayli, men roziman. Shartim bor faqat. Qanaqa? Pulini oldindan berasiz. Voy. Hali hech narsa qilmadingiz-ku. Unda o'zingiz bilasiz. Mayli, xayr. Shoshmang. Bo'pti, to'xting. Yaxshi o'tiring mashinaga. Orqasidan toshlar chachib qo'y, qaytib kelmasin. Iloyim borgan joyga toshday qatsin, baxtli bo'lib ketsin. Do'stim, boy bo'lib ketsa, bizga ham foydada. Amin. Xullas, endi gaplarimga diqqat bilan quloq soling. Ertaga oilaviy uchrashuvim bor. Mani yigitim bo'lib berishingiz kerak. O'zi ko'rinishingiz men xohlagandek. Lekin sal ishonarsiz. Soqolingizni olamiz. Kiyimlaringizni almashtiramiz. Unaqa zo'ram bo'lib ketishingiz kerak emas. Ja olifda ham bo'lishingiz kerak emas. Bo'lmasa uyimdagilarim ishonishmaydi. Amani bo'lsa, hali erga tegish niyatim yo'q. O'z gaplarimni tushunyapsizmi?